Taksi haydovchisi oddiy bir inson, har kuni yuzlab yo'lovchilarga xizmat ko'rsatadi, odamlarni manziliga yetkazadi, ishonchini, hayotini unga ishonib topshirishadi. Ammo taqdir ba'zan noto'g'ri qadam tufayli insonni butunlay boshqa yo'lga burib yuborishi mumkin. Shunday haydovchilardan biri fuqaro Abdujabbor Shamsiddinov ham, afsuski, ishonch va mas'uliyatni suiiste'mol qildi. U taksi faoliyati bilan shug'ullangan holda giyohvandlik moddalari oldi-sottisiga aralashib, jamiyat uchun eng xavfli yo'lni tanladi. Uning qilayotgan ishi nafaqat qonunni, balki uning xizmatidan foydalangan yuzlab insonlarning ishonchini ham poymol qilgan edi. Qonun o'z so'zini aytadi. Andijon viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida taksi faoliyati bilan shug'ullanib kelgan ushbu shaxs giyohvandlik moddalarining noqonuniy aylanmasi bilan shug'ullanayotgani aniqlandi. U ushlandi. Sud qaroriga asosan jazoga tortildi. Tungi kameralar, sovuq devorlar, o'ylantiruvchi sukut uning noto'g'ri tanlovining oqibati bo'lib qoldi. Hozirda 30 yoshdaman. Shu 30 yoshga kirgunimga qadar maktab hamda litseyni bitirganman. Institutga kira olmaganimdan so'ng o'zimni har xil sohalarda ishga yo'naltirishga harakat qildim. Hamda 6 oy mobaynida haydovchilik guvohnomasiga o'qib, professional yo'nalishda, ya'ni BS yo'nalishida haydovchilik guvohnomamni oldim. So'ng davlat tashkilotlarida 1 yildan ortiq muddat davomida ishladim. Ba'zi bir sabablarga ko'ra u yerda o'zaro kelishgan holatda o'zim ishdan bo'shadim hamda o'zimning shaxsiy avtomobilim orqali shaxsiy taksilik yo'nalishini yo'lga qo'ydim. Taksilik qilayotgan davrimda ba'zi bir yomon insonlarga qo'shilib olib, ularni o'zimga yaqin do'st deb bilib, ular bilan narkotik, ya'ni giyohvand moddalari oldi-sotti savdosiga aralashib qoldim. 2024-yil 17-oktyabr kuni giyohvandlik moddalariga qarshi reyd tadbir davomida Andijon viloyati Asaka tumani ichki ishlar bo'limlari xodimlari tomonidan hibsga olindim. Giyohvandlik moddalarini oldi-sotti savdosida qatnashganligim sababli menga 273-modda 3-qism bilan ayblov e'lon qilindi. Bu xabarni eshitgach, meni orqamdan ota-onam, farzandlarim, ayolim juda ham siqilishdi. Juda ham qiyin ahvolga tushib qolishdi. Men ayni 30 yoshim, ularni haj safarlariga, umra safarlariga yuboradigan mahalimda ular hajga emas, aksincha mening orqamdan turmaga, farzand dog'ida kuyib yonishni boshlashdi. Men yurgan yo'l noto'g'ri ekanligini boshim devorga tekkandan so'nggina bildim. Hukm o'qildi hamda hukmda 4 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildim va jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashga yuborildim. U yerda jazo muddatini o'tash juda ham qiyin kechdi men uchun. Birinchi navbatda ota-ona, farzand sog'inchi, keyin ozodlikning qadri, barcha narsani o'sha yerga borgandagina tushunib yetdim. Lekin u paytda juda ham kech edi. Ammo insonga xos bir tuyg'u bor. Tavba qilish va yaxshi tomonga o'zgarish. Ming afsuslardan keyin u yo'l qo'ygan xatolarini angladi. Tuzalishga, to'g'ri hayotga qaytishga intila boshladi. Va ana shunday paytda davlatimiz rahbarining insonparvar siyosatini namoyon etuvchi muhim farmon, afv etish farmoni uning hayotida yangi sahifa ochdi. Jazoni o'tashdan so'ng qayta hayotga qaytish imkoniyatini berish bu yurtimizdagi eng oliy qadriyatlardan biri. 2025-yil 26-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan chiqarilgan farmonga asosan menga afv tegib ozodlikka chiqdim. Hozirda axloq tuzatish ishlari jazo muddatimni o'tamoqdaman. Garchi axloq tuzatish ishlarida bo'lsam ham ozodlikda, ota-onamni bag'rida, farzandlarimni oldida, ayolimni oldida, barcha yaqinlarimni oldidaligim uchun juda ham xursandman. Shu o'zim tengqur, yaqin oshna-og'aynilarga, yaqin tanish-bilishlarga, barchalariga men qilgan xatoni qilmaslikni, ya'ni osongina mablag' topaman deb noto'g'ri yo'llarga kirib qolmaslikni, giyohvandlik modda oldi-sotti savdolariga hamda iste'mol qilishlikni tavsiya qilmayman. Bu qilinayotgan harakatlar noto'g'ri ekanligini, ozodlikni vaqtida qadrga yetish kerakligini barchaga eslatib o'tmoqchiman. O'tgan 1 yil umrim men uchun juda ham og'ir kechganini, buni tushuntirib berish ham juda ham qiyin. Barchaga ozodlikning qadriga yetishni
hamda ota-onani oldida yaxshi halol rizq bilan, halol mehnat bilan, garchi mehnat qiyinroq bo'lsa ham halol rizqdan qolmaslikni tavsiya qilaman. Bu voqea yana bir bor shuni ko'rsatadiki, giyohvandlik insonni halokatga olib boradigan yo'l. Lekin to'g'ri xulosa chiqarib, hayotda qayta tiklanish hamisha insonning o'ziga bog'liq.